Bir odam bir xristianni, nasarani islomga da'vat qildi. Bir odam bir nasarani islomga da'vat qildi. Qarang, uslub bo'lmagandan keyin qiyin-da. Islomga da'vat qilganda haligi nasroniy bechara aytibdi, "Bu islom qabul qilaman. Nima qilishim kerak?" debdi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Haligi nasroniy La ilaha illalloh Muhammad rasululloh debdi-da, xursand bo'pti endi. Men islom qabul qildim deb xursand bo'lgan ekan. To'xta debdi. Ha? Endi musulmonchilikda eng birinchi qilinadigan narsani bilasanmi debdi. Degan ekan, "Yo'q" debdi. Desa, "Balnisaga boramiz" debdi. "Ye? Nima qilamiz balnisada?" desa, "Kesilish kerak" debdi. Kesilish kerak debdi. "Ye? Meni ya" desa, "Ha, seni. Sen musulmon bo'lding endi, kesilish kerak." Degan ekan, "Bundan boshqa yo'l yo'qmi?" "Yo'q, yo'q" debdi. "Kesilish kerak" debdi. "Musulmonsan, kesilish kerak." "Ha, yuring, balnisaga boribdi." Hali bechora sho'rliq xristian endi musulmon bilan kiribdi, kesibdi endi. Kesib endi balnisadan eson-omon Allohga shukr mana qutuldim deb endi chiqqan ekan. "Bilasanmi" debdi, yana debdi, hali da'vatni qarang. "Nima" debdi. "Endi agar islomdan chiqsang bo'yning kesiladi" debdi. Endi agar islomdan chiqsang bo'yning kesiladi, murtadning jazosi qat'an ros debdi. Deganda haligi nasroniy aytgan ekan, "Voh" debdi. "Ha, bu musulmonga kirganidan pasimni kesdinglar. Dindan chiqsam mo'ynimni kesasizlarmi?" degan ekan.